Avaz ismi shaytonning bolasi deganimi? Bunaqa gap yo'q. Avaz ismi arabcha evazdan olingan o'rinbosar degani. Bir narsani evaziga kelgan narsa ma'nosida bo'ladi, arab tili ma'nosida. Lekin menga avaz degani shaytonning bolasi degan ma'no endi birinchi marta men o'qib eshityapman. O'ylaymizki, bu noto'g'ri bir ma'no. Avaz degan ismning ma'nosi evaz, ya'niki o'rniga badal ma'nosini anglashtiriladi. Aytishlaricha payg'ambarimiz Mirojga chiqqanlarida yerdan toshlar ham ko'tarilgan ekan. Shunda bu toshlarga to'xta deb buyruq berilganda ular havoda muallaq turib qolgan ekan. Aytishlaricha buning ilmiy isboti ham bor emish. Bu haqiqatmi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Mirojga chiqqanlarida Alloh subhanahu va taoloni ko'rganlari yoki ko'rmaganlari to'g'risida sahobai kiromlardan qilingan rivoyatlarda ikki xil ixtilofli ma'no bor. Ko'rganlar deganlar ham bor, ko'rmaganlar deganlar ham bor. Lekin ulamolarimiz bu rivoyatlarni chuqur tahlil qilib, o'rganib chiqib, ularni hammasini bir yerga jamlab, solishtirib, mulohazalarni qilib, ularning sabablarini o'rganib chiqqanlaridan keyin aytadilarki, payg'ambar alayhisolatu vassalom Merojga chiqqanlarida Alloh taoloni ko'rdilar degan sahobalarning gapi u boshdagi ikkita odatdagi ko'z bilan emas, qalb ko'zi bilan ko'rdilar degan ma'noni anglatadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Merojga chiqqanlarida Alloh taoloni ko'rganlari yo'q degan sahobalar esa ana o'sha oddiy insoniy ko'z bilan boshda bo'ladigan ikkita ko'rish asbobi hisoblangan ko'z bilan ko'rganlari yo'q degan ma'noni iroda qilishgan deyiladi. Demak, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Merojga chiqqanlarida siz bilan bizning tasavvurimizdagi oddiy ko'rish shu o'zlariga berilgan jism bo'lgan ko'zlari bilan Allohni ko'rganlari yo'q, balki u zotni ko'rishlari qalb ko'zi bilan bo'ladi. Allohning jamolini haqiqiy ko'z bilan haqiqatda ko'rish faqatgina jannatda bo'ladi inshaalloh. Savolni davomidagi farishtalar va jinlar Allohni ko'rishganmi degan savolga albatta yo'q, ko'rishmagan degan javob beriladi. Narigi qimmat bo'ladigandiki 13 ming, 15 ming dollar bo'ladi bitta samolyotda. Avvalgi safar qilgan odamlar mana shunday safarda asorat ko'rinardi. Bu kelibdi, biz yanimizga o'tirdik Madinada masjidda. Kiyimlari oppoq, sochlari qora. Ammo biz tanimaymiz. Madinada ozgina odam bor o'zi. Taniymiz desak, shu yerlik emas. Ya'ni tanimaymiz bu odamni. Yo bir musofir desang, safar alomat ko'rmaydi. Hozir uydan chiqqanday kiyinib chiqibdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga kelib, tizzalariga tekizib o'sha joyga o'tirdilar-da, islom haqida so'radi. Ashhadu an la ilaha illalloh, islomning 5 arkoni. Undan keyin iymon haqida so'radi. Unisini ham bilasizlar. Undan keyin ihson haqida so'radi. Bizni bobimizga tushadigani mana shunisi. Ihson haqidagisi. U qanday desa, aytayaptiki, anta abudalloha ka'annaka tarahu. Alloh taolo ni ko'rib turganingda ibodat qilishliging. Alloh taoloni ko'rib turganday ibodat qilishliging ihson bo'ladi. Mana shuni so'raylik jamoatimizda. Bizda shunday narsa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Alloh taoloni ko'rib turganday ibodat qilyapmizmi, yo'qmi? O'zingizga savol bering. Bunday bo'lmaydi. Endi to'g'risini aytaverish kerak. Ikkinchisi o'sha hadis davomida aytiladiki, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Agar sen Alloh taoloni ko'rib turganday ibodat qila olmasang, Alloh taolo meni hozir qarab turibdi, ko'rib turibdi, bilib turibdi, Xudo bilib turibdi deydi, deb ibodat qilgin deyaptilar. Bu faqat namozda emas. Bu savdogarlarimizga ham aytaylik. O'sha mol bozordagilarga ham aytaylik. Mashina bozordagilarga ham, boshqa bozordagi ham, savdodagilarga ham aytaylik. Aldab qo'yapti. Yolg'on gapirib topayotgan pulni harom qilyapti. Birodarlar, har bir narsada Alloh subhanahu va taoloni rioya qilishimiz kerak. Bu dunyo nima? Bu dunyo nima desak, bu dunyo
ertalabdan kechga sinov. Turganimiz sinov, yurganimiz sinov. Yana eng qizig'iki, ibodatda sinov katta bo'ladi. Siz hozir jumaga kelib o'tiribsiz. Namozga kelyapsiz. Mana shu masalan ehson qilasiz yoki boshqa qilasiz, mana shu ibodatni o'zida sinov qattiq ketadi. Gunoh qilayotgan odamlar masalan birov gunoh qiladi-da, gunoh qilganidan keyin Xudodan qo'rqaveradi. Xudoyim nima qilib qo'ydim deydi. Ammo ba'zan, hammasi emas, ba'zan kimdir savobni qiladi-da, bu savob qilgandan xabari yo'q, uni savob uchib ketganda xabari yo'q, Xudo saqlasin. Haligi hadis aytib berganmiz-ku. Bir kishi aytdiki, shu yomon ko'p gunoh qilasan-da sen. Gunoh qilaverasan, sen do'zaxsan deb yubordi do'stiga. Sen de do'zaxsan dedi. Alloh aytdi: "Man zallazi yata'alla alalloh." Bu Xudoning ustidan yana kimi do'zaxi, jannatligini kim belgilayapti dedi. Seni amalingni habata qildim dedi haliga qarab Alloh taolo. La yusalu amma yafalu hum yusalun. Alloh kimin nima deb qilayotgandan so'ralmaydi, balki bandalar so'raladi. Ey savob ko'p dedi. Seni amalingni habata qildim dedi. Buni gunohlarini kechirib yubordim, nima qilasan dedi. Ana ko'rdingizmi? Nima demoqchimiz? Shayton sizni ibodatda chalg'itadi. Haligi namozda chalg'itdi ana uni. Ko'rinishingiz ibodat, ammo внутрий seti deydi, ichkari buzuq. O'sha ichkarini to'g'rilash kerak bo'ladi. Birinchi navbatda. Aytdiki hadisda: "Ihfazillah ya gulam." Ey bolakay. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ibn Abbos roziyallohu anhu ga aytibdilar: "Ey bolakay, men deydi payg'ambar bilan o'sha nimalarga